Assalomu alaykum hammaga. Umid qilamanki, kayfiyatlar yaxshi. Bugun sizlar bilan ikkinchi ustozlar uchun foydali videomiz bo'ladi va bugungi mavzuyimiz endigina ustozlikka kirib kelganlarga kerak bo'ladigan 10 ta top maslahat. Tanimaganlar uchun o'zimni tanishtirsam, ismim Marhabo. Deyarli 4 yildan beri Telegram va Instagramda ustozlarga qo'limdan kelgancha o'rganganlarimni o'rgatishga harakat qilaman. Chunki aynan ustozlar uchun o'zbek tilida kontent unchalik ko'p emas. Shuning uchun yaqinda YouTube'da aynan faoliyatimizni boshladik. Like bosib, komment bosib qo'llab-quvvatlasanglar, bu yerda ham ko'proq videolar chiqarishga harakat qilaman. Demak, bugungi mavzuyimizni boshladik. Bugungi mavzuyimiz aytganimdek, agarda endigina bu sohaga kirib kelgan bo'lsangiz agar, qaysidir ma'noda bu maslahatlar sizga juda ham foydali bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi maslahatim bu: agarda siz endigina ustozlik sohasiga kirib kelgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'zingizni qoidalaringizni yaratish. Ya'ni har bitta sinfxonaning o'zining qoidalari bo'ladi va u qoidani ustoz yaratadi. O'sha sinfxonada qaysidir ma'noda bir lider sifatida. Ustozmisiz, sinfxonangizdagi qoidalar aniq bo'lsin. Masalan, o'quvchilar kech qolib kelsa nimalar bo'ladi, ketma-ket dars qoldirsa nimalar bo'ladi, yoki umuman darsingizda bir-biriga bilan gaplashib xalaqit bersa nimalar bo'ladi. Aynan mana shu narsalarni oldindan aniqlashtirib, birinchi darsdayoq o'quvchilaringizga tanishtirsangiz agar, keyinchalik muammolar kamroq bo'ladi. Bu birinchi maslahat edi. Ikkinchi maslahatim bu munosabatlar. Ko'pchilik o'ylaydi, ustoz va o'quvchi orasidagi munosabatlar eng muhimi deb. Qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin bu hammasi emas. Undan ham muhimroq bo'lgan munosabatlar bor. Masalan, siz, ya'ni ustoz va ota-onalar orasidagi munosabatlar ham eng muhimlardan bittasi. Bundan tashqari yana ishxonangizdagi direktor bo'lishi mumkin, hamkasblaringiz bo'lishi mumkin yoki menejer, administrator bo'lishi mumkin. Umuman olganda, karyerangizga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan har bitta inson bilan munosabatlaringiz juda ham muhim. Agar ular bilan sog'lom, pozitiv munosabat qursangiz, o'sha karyerangizdagi o'sish davomida ular sizga katta yordam bera oladi deb o'ylayman. Va uchinchi maslahatim bu: har doim professionallikni ushlab qolish. Ya'ni ustozsiz, umuman qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar doim professional bo'lish va o'zingiz sohangizda doimiy o'rganish, rivojlanish juda ham muhim. Bitta joyda o'qib qolgandim, ko'pchilik universitetni bitirgandan keyin o'zini sohasiga oid 3 dona kitob o'qirkan umri davomida. Tasavvur qilasizmi, umri davomida universitetni bitirganingizdan keyin o'rtacha 30-40 yil yashagan taqdiringizda ham eng kamida 3 ta kitob bu juda ham kam. Endi tasavvur qiling, siz umringiz davomida emas, eng kamida har yili 3 tadan sohangizga aloqador kitoblar o'qib borsangiz, qanchalik atrofingizdagilardan rivojlanib ketasiz. Umuman olganda faqatgina kitob emas, sohangizga aloqador podkastlar bo'lishi mumkin, bilmadim qanaqadir videolar bo'lishi mumkin, maqolalar bo'lishi mumkin. Xullas, qisqasi, har doim professionallikka sizni olib boradigan foydali narsalarni o'rganib borish bu juda ham muhim. Keyingisi bu hamma narsani ham o'zingizga olavermaslik. Ya'ni ustoz bo'lganimizdan keyin juda ham ko'p odamlarga ta'sir o'tkaza olamiz. Masalan, sinfxonadagi o'quvchilar bo'ladi, hamkasblaringiz bo'ladi, to'g'rimi? Va undan tashqari ota-onalar bilan ham doimiy muloqot qilasiz va qaysidir ma'noda har xil gaplar eshitishingiz mumkin, har xil tanqidlar bo'lishi mumkin o'zingizga nisbatan. Men aytgan bo'lardim, hammasini ham o'zingizga olavermaslik, chunki insonlar har xil. Siz hammaga moslasha olmaysiz. Maksimum aytaylik, sinfingizda 10 ta o'quvchi bo'lsa, 8 tasiga moslashishingiz mumkin, lekin baribir bitta ikkitasiga moslasha olmay qolishingiz mumkin. Shunaqa vaziyatda tanqidlar bo'lsa, ularni normal qabul qilish va o'zingizga unchalik olmaslik, chunki hammasini o'zingizga olaversangiz siqilib qolasiz, depressiyaga tushib qolasiz va kasbingizga nisbatan ham qanaqadir negativ fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hamma narsani o'zingizga olmasdan, shunchaki sohangizda, yo'lingizda yaxshi ketishga harakat qiling, shuni o'zi yetadi. Shunda asablaringiz ham ancha tejaladi deb o'ylayman. Va keyingi maslahatim bu saqlash. Ya'ni saqlash degani nima? Qarang, ishingizda o'sha dars berayotganingizda har xil materiallar ishlatasiz, to'g'rimi? Kitoblar ishlatasiz, tarqatma, qanaqadir qo'llanmalar ishlatasiz va hammasini saqlab borish bu juda ham muhim. Ko'pchilik yig'maydi hammasini, ya'ni o'sha bitta ishlatadi darsda, shu bilan tashlaveradi. Yo'q, unaqa emas. Hamma ishlatgan materiallaringizni doimiy yig'ib borish muhim, chunki bu qaysi tomonda sizga baza bo'lib beradi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda keyinchalik uni o'sha o'zingizga o'xshab yangi sohaga kirib kelganlarga sotib turib, ularning ishini yengilroq qilasiz, o'zingizga pozitiv daromad qilishingiz ham mumkin. Keyingi maslahatim bu: hamma ustozlarni ham eshitavermaslik. Ya'ni qaysidir ma'noda endigina sohaga kirib kelganingizda har xil ustozlardan maslahat qidirishni boshlaysiz, suhbatlar qilishingiz mumkin va juda ham 80-90% ustozdan bir xil gap eshitasiz. Ya'ni hozirgi bola buzilib ketgan, hozirgi bola tarbiyalasiz, sho'x bo'lib ketgan, asabing tugaydi va shunga o'xshagan negativ fikrlarni juda ham ko'p eshitasiz ustozlardan, ayniqsa yoshroq kattaroq ustozlardan. Chunki baribir uzoq yillar mobaynida ko'pchilik bilan ishlash asablarga ham ta'sir qiladi, afsuski. Xullas, ana shunaqa fikrlar tufayli o'zingizni sohangizni hali boshlamasdan turib, hali karyerangizga 1 yil ham bo'lmasdan turib, umuman hali sinfxonaga kirmasdan turib o'quvchi
o'quvchilarni yomon ko'rishni boshlaysiz, ya'ni bu narsani siz ataylab qilmaysiz, ong ostiga ta'sir qiladi atrofingizdagilarning fikrlari. Shuning uchun ham maslahat bergan bo'lardim, boshqa ustozlarni eshitmaslikni, boshqa ustozlardan har doim ham bunaqa maslahatlar olmaslikni, chunki aytgandek har doim ham pozitiv maslahatlar olmaysiz ulardan. Xo'p, keyingi maslahat bu darsingiz davomida har xil o'yinlar, aktivitelarni ishlating. Agarda qanaqadir kreativlik bo'yicha sizda muammolar bo'lsa, har xil o'ylar topolmayotgan bo'lsa, Instagramga qo'shilib oling. Instagramda juda ham ko'p veb-saytlar, har xil o'yinlar, aktivitelar ulashib boraman. O'shalarni o'zingizning faningizga moslab turib ishlatishga harakat qiling faningizda, chunki o'rtacha darsingiz 1 soat plus minus bo'lgan taqdirda ham prosta tak bitta kitobga yopishib qolib dars o'tishda bolalar zerikib qoladi va to'g'risini aytaman, o'zim ham zerikkan bo'lardim agar faqat bitta kitobga qarab o'tirsam 1 soat davomida. Shuning uchun ham harakat qiling, har xil aktivitelarni darsingizga, mavzuyingizga bog'lab turib, darsni yanada qiziqarliroq qilishga. Keyingisi bu vaqtni to'g'ri taqsimlash. Vaqtni to'g'ri taqsimlashda ham qarang, o'quvchilaringizga ham bog'liq bu narsa. Ya'ni aytaylik, ayrim o'quvchilaringiz bor, 8 da darsingiz bo'lsa, 8:00 da siz darsiga yetib keladi. Lekin ayrim o'quvchilaringiz bor, 8 da darsingiz bo'lsa, toq hammasi yig'ilib kelguncha 8:15 bo'lib qoladi, 8:20 bo'lib qoladi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun darsga vaqt taqsimlayotganingizda o'quvchilaringizni xarakterini ham, o'quvchilaringizni bir nima deydi, holatini ham inobatga olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingisi esa bu o'quvchilar sizning o'rtog'ingiz emas. Birinchi o'rinda o'quvchilar hech qachon sizning o'rtog'ingiz bo'lmaydi. Ularga do'st bo'laman deb harakat qilmang. Lekin yana bitta narsa, o'quvchilar sizning dushmaningiz emas. Ular bilan qanaqadir dushman bo'lib, ularni robot sifatida ko'rib munosabat qilmang. Balansni ushlashga harakat qiling. Ya'ni do'st bo'lmang deganda hamma sirlaringizni aytib, darsda anaqa o'zingizni shaxsiy narsalaringizni gapirib o'tirmang. Qanaqadir sirliroq bo'lishga harakat qiling. Darsda faqatgina fanga, mavzuga aloqador narsalarni gapirishga harakat qiling va o'sha dushman bo'lmang deganim, robotga o'xshab ularga munosabat qilib, hamma narsani talab qilib, qo'pol munosabat ham bildirmang. Maksimum balansni ushlab, faningizni, o'sha mavzuni zo'r tushuntirib chiqib keting. Qolgan narsani o'quvchilarning o'ziga qo'yib bering. Agar shunchalik zo'r ustoz bo'lsangiz, o'quvchilar o'zi qiziqib, shaxsiy hayotingiz bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, Instagram, Telegramdan qidirib topib olishadi. Ya'ni o'sha sizga do'st bo'lishga harakat qilishadi, lekin baribir siz ustozsiz va shuni bilgan holatda balansni ushlash juda ham muhim. Va oxirgi maslahatim bu, to'g'risini aytaman, o'quvchilar odatda bizni tarbiyalaydi. Men bitta narsa o'qigandim. Bola, farzand ota-onani tarbiyalaydi degan, to'g'rimi? Ya'ni farzandingizga namuna bo'lish uchun o'zingiz ancha tarbiyalanib qolasiz, o'sha xulq tomonlama va o'quvchilar ham xuddi shunaqa narsa. O'quvchilaringiz ham sizni o'zingiz bilmagan holda tarbiyalab qo'yadi. Masalan, men endi sohaga kirib kelganimda, qaysidir manda kiyinishim unchalik zo'r bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni zo'r deganda nima deyish, ya'ni xulqqa to'g'ri kelmaydigan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Gaplarim, ishlatadigan so'zlarim, qo'polroq so'zlar ko'proq ishlatgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda, o'quvchilar, auditoriya meni tarbiyalagan. Aynan shu o'qituvchilikni boshlagandan keyin asta-asta kiyinishimga e'tibor berishni boshlaganman. Bundan tashqari gaplarimni o'ylab gapirishni boshlaganman va men Telegram kanalim bor, Instagramim bor va o'quvchilarim qidirib o'sha Instagram, Telegramga o'zlari topib qo'shilishardi. Bilmayman qayerdan topishardi, lekin topib qo'shilishardi, kuzatishardi, darsga kelib gapirishardi, ustoz ko'rdik nimadirlardi. O'sha paytlari asta-asta o'zimni tarbiyalashni boshlaganman. Ya'ni o'quvchilar sizni kumir sifatida ko'radi, sizdan nusxa oladi. Shuni hisobiga ham o'quvchilaringiz oldida, o'quvchilaringiz atrofida o'zingizni yaxshi tutishga harakat qiling maksimum. Birinchidan o'ziga ham bu foydali ancha, ikkinchidan boshqalarga ham namuna bo'la olasiz. Va sizda ustoz sifatida o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Hozirroq mana shu videoga like bosing, komment yozing va menga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa bundan-da ko'proq foydali videolar chiqarishga harakat qilaman.